Bilasizmi, farzandini yolg'iz o'zi katta qilayotgan yolg'iz onalarga davlat tomonidan qator imkoniyatlar, imtiyozlar taqdim etiladi. Mana shunday imkoniyatlardan eng muhimlaridan bittasini aytib o'taman. Ushbu xabarimda farzandini halol mehnat qilib, qiynalib bo'lsa-da yolg'iz o'zi katta qilayotgan opa-singillarimizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. Do'stlar, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 380-moddasiga muvofiq diqqat bilan eshiting. 2 yoki undan ortiq 16 yoshga to'lmagan farzandlarini yolg'iz o'zi katta qilayotgan yolg'iz onalarga daromad solig'ini to'lashda davlatimiz tomonidan qisman imtiyozlar taqdim etiladi. Bunda mehnatga haq to'lash miqdorining eng kam miqdor bilasiz, mamlakatimizda 1.271.000 so'mni tashkil etadi. Mana shuning 41 baravari, ya'niki 1.792.100 so'mni tashkil etadi. Mana shunchalik miqdori daromad solig'ini to'lashda hisoblanmaydi, umid topilayotgan daromaddan ajratib yuboriladi. Keling, ushbu normani sodda tarzda sizga tushuntirib o'taman. Yolg'iz o'zi 2 yoki undan ortiq bo'lgan 16 yoshgacha bo'lgan farzandini yolg'iz katta qilayotgan opa-singillarimizdan birortasi misol uchun bir oyda 7 million so'm daromad topadi deylik. Endi ulardan daromad solig'i umumiy mana o'sha 7 million so'mdan undirilmaydi. Aksincha 7 milliondan 1.792.100 so'm ajratib yuboriladi va o'sha qolgan 5 million qanchadir qismdan daromad solig'i hisoblab chiqariladi hamda undiriladi. Endi bu imkoniyatdan foydalanish tartibi qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organiga borasiz va har bir bola uchun ma'lumotnomani olasiz, hurmatli opa-singillarim. Va mana shu ma'lumotnomani olganingizdan keyin tuman soliq idorasiga borib, sizga mana shunday imkoniyat, imtiyoz soliq kodeksida berilgan